Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 25-may haftaning 7-kuni, ya'ni bozor kuni. Amudaryo tumani Xitoy mol bozorindamiz. O'gitchalar, sog'in serlar, yosh qochorlar, qo'y qo'zilar barisini birin-ketin videoga olishga harakat etamiz. Qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna bosib, like bosib qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Qani unda ketdik. Sog'in serlarga o'tdik. Assalomu alaykum. Narxi qancha ekan? 18 aytyapman, ikkinchi balasi. 18 million aytilyapti ekan. Ikkinchi balasi ekan. Yigitcha ekan balasi. Sovdirishi beri yaxshi, garantiya. Azankich 5 litr sut beradi dedi. Shuni holat tayyor. Nomer qoldirasizmi? Hava 93dan. 93dan 207 9400. 9400. Manzil Xitoyda. Xitoy. So'ng serkaraksa telefon qilaveradi. Endi so'ng serlar topiladi dedi. Bemalol murojaat etaverasizlar. Narx qancha ekan shunda? 18. Hani balasini ham bir tushirib berik sizlarga. O'gitcha ekan balasi ham. Nechanchi tug'ishgan? 4-balasi. Necha litr sut beradi Azankich? Her mezgilda 2-2,5 litr deydi. Azankich 4 litrda. Yaxshi savdangizni bersin. Qancha aytilyapti ekan shunda? 15. 15? Al balasi qo'ying. Evet. Qanchaga so'rayapti shunda? 15 milyon. Ha, so'ragani 15 millionmi? 15 millionga so'ralyapti ekan. 5 litr beradi. Sutlar ham zakonga o'xshaydi. Maydanda yürüyordu. Rengi kalamacan, saklandıran rengi. Narxi qancha ekan? Sonunda. 20? Hoppa. Nechanchi balasi ekan bu? Ha? Birinci balası. Birinchi balasi, ha? Necha litr sut beradi Azankich? 6 litr sut Azankich. Balasi qachon, ha? Bir oylik qachon. Nechanchi tug'ishgan bu yoshlar? 3-chi tug'ishi. Qachonning balasi? Yaqinda tug'ilgan. Necha litr sut berib turibdi? Azankich 5 ga qarang. Azankich 5 litr sut beradi. Narxi qancha dedingiz? 18 aytyapmiz. 18 million. Yaxshi savdangizni bersin. Nechanchi tug'ishgan bu? Assalomu alaykum. Ikkinchi tug'ishi. Qachon balasi? Sut necha litr berib turibdi Azankich? 6 litr bor. Narxi qancha? 20 million aytilyapti. Video o'tib. Nechanchi tug'ishgan buni? 3-tug'ish. Mana balasi. Yapma qara. Qarama. Yergan balasi. 3-balasimi? 20 ga so'raldi. Aytilishi qancha bo'ladir o'zi? 25 million. 25 million aytilyapti, 20 millionga chiqibdi. Necha litr sut beradi Azankich? 10 litr. Oho, yillar ham yelin ekan. 10 litr sut beradi ekan Azankich. Belgisi qancha ekan? 17 million. 17 million aytilyapti.
Bunun balası. Bunu. Bu qancha litr sut beradi? 5 litre beradi. 5 litr azan kech. Yaxshi, savdangizni bersin. Assalomu alaykum. Nechanchi bolasi ekan bu? 3-chi. Necha litr sut beradi? 5 litr azan kech. Narxi qancha ekan buning? 20 aytilyapti. Bozor so'radimi? Har turli so'rab turibdi deydi. Kavunga 18 akam. 18 million aytilyapti. 3 kunlik o'jagan. O'jaga yaqinda tug'ilgan 3 kunlik deydi. Nechanchi bolasi ekan bu? 3-chi bolasi. Necha litr sut berib turibdi? Azan kech. 6 litr suti bor. Narxi qancha? 18 dedingizmi? 8 million aytilyapti. Bergi bolasi ekan. Nechanchi tug'ishgan bu yoshli? 3-chi. Birinchi tug'ishgan. Şimdi yana boğazız deydi. 20 deyapti. 20 million aytilyapti ekan. 16 millionga so'ralibdi. Azan kech 4 litr dema shunda? 4 litr. 20 litre qo'shimcha 1,5 litr beradi. 3-4 litr sut beradi ekan. Bu azmanlarga o'tamiz endi, xudo xolasa. Narx qancha ekan shunday? Puli qancha ekan? 15 million. Boğazı qo'ying. Necha oylik boğaz? 5 oylik. Kanal deb chiqadi bak. Bozor 97 deb chiqadi. Instagram, YouTube qo'ying. Keyin bu safar o'zim ma'lum bering sizga. Bunun narxi qancha ekan? 15 dedi, 5 oylik dedi. 15 million aytilgan 5 oylik boğaz ekan budan. Nechanchi bolasi bo'ladi ekan bu ichindagi? 3-chi balasi. 3-chi bolasi. Necha oylik boğaz? Yana bir oyga to'g'ri. Narxi qancha ekan? 11,5 bo'lsa? 11,5 million bo'lsa berib beramiz deydi. Telefon nomer qoldirasizmi? Qiziquvchilar. Ha, bo'ldi. Narxi qancha ekan shunda? 25 million. Qaysi bunimi bolasi? 25 million deydi, bolasi o'gitcha deydi. Ne? Şu bolasi ekan 25 million. Bu azamma bu yaşlı yani? Toshni bilmayman deydi. Narx qancha ekan buni? 14 million aytilyapti. Boğaz qo'ying. Boğaz 6 oydan. 6 oydan o'tgan. Shu bilan sog'in serban. Sog'in ser mollarimiz tamom bo'ldi. Xudo xolasa yosh qochoqlarga o'tamiz. Kuzatishda davom etinglar. Abuna basmag'anlar abuna bosib, like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Keyingi video qochoqlar bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
8 milyon 350 oldu. 8 milyon 350 bo'pti. Qancha? 19 milyon oldu. 19 milyon bo'pti. Qancha bo'ldi? 2 milyon 200. Ana 2 milyon koyun 200. bagası. Aldingizmi? Qancha bo'ldi? 17 milyon 800 bo'pti. 13 milyon 800 bo'lgan ekan. Qanchaga olindi bu? 17 milyon. 17 milyon. Ko'cha Xo'jaga o'gitcha ekan. Olingan qachonlarimiz 7 milyon 300 dan, 7 milyon 400 dan olgan. Şurar ağamda. Aha. Qanchaga bu olindi? 8 milyon bo'pti shu. Oldu. 1 milyon 230 mingdan sotildi qo'ylar. 16 milyon 700 ga baraka bo'pti. 8 milyon 100 bo'pti. Shu o'rinda bir eslatma. Bu bozorimiz endi o'zimning taxminim o'gitchalar sal arzonlagan. Yosh qochorlarimiz sal qimmatlaganday narxi. O'zingiz ham videolarda ko'rib, har bozordagini solishtirib ko'raverasizlar. Mening taxminim bu. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.